Omilaka, qo'ylar zo'r semirishi uchun 3 ta asosiy tavsiya bering. Birinchi o'rinda rejim. O'zini vaqtida, o'z vaqtida 7-1-7 o'z vaqtida. Ikkinchisi, biz uzoq muddat boqmaymiz, lekin uzoq muddat boqadigan insonlar har doim arpa deyishyapti. Mana arpa beramiz biz ham. Hozir arpaga o'tkazdik. Chunki turganda ham qo'y bes tashlab yuboryapti. Uchinchi o'rinni nimani maslahat bersam bo'ladi? Foydali. O'ylantiradi deb olgan odamni, chunki bizlar maslahatga qarab harakat qilasizlar-da. Suvini tuzli qilib beringlar. Ichadigan suvini tuzli qilib beringlar. Bu menimcha ko'pchilik qilmagan hali. Bitta boqadiganlar qilib ko'ringlar mana. Birinchi o'rinda rejim, ikkinchi o'rinda arpa, uchinchi o'rinda ichadigan suvini tuzli qilib beringlar. Tuzli menimcha ishtahani ochib yuboradi. Chunki o'zimiz ham oddiy tuxum pishirib kelsa, tuz bo'lsa, maza qilib yeymiz ishtaha bilan. Unda ham sho'r suv bo'lsa, ichishi qancha darajada bo'ladi bilmayman, lekin suvi bosishiga, taroziga menimcha rol o'ynaydi. Qilganlar bo'lsa yozinglar. Qilmaganlar bo'lsa maslahat beringlar, mana shu joyini to'g'rilab ketinglar. Meni o'zimning fikrim, suvga ozgina tuz qo'shgan ma'qul ma'ni. Balki noto'g'ri gapirib qo'yaman. To'g'rilab ketasiz.